Diqqat. Agar siz hozir bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, siz minglab, hatto millionlab so'm qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki og'riqli haqiqat. O'zbekistonda ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va turli xil imtiyozlarga oid qoidalar tubdan o'zgarmoqda va bu o'zgarishlardan bexabar qolish sizning oilaviy byudjetingizga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Bu ma'lumot har bir fuqaro, ayniqsa nafaqaxo'rlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, bolalikdan nogironligi bor oilalar va bolalar nafaqasini oluvchilar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki bu xabar barchamizga tegishli. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling. Avvalroq ijtimoiy to'lovlar va qo'shimcha mablag'larni olish jarayoni qanday bo'lganini eslab o'taylik. An'anaviy tarzda ko'pchilik qo'shimcha to'lovlar, masalan, xizmat ko'rsatganlik uchun nafaqa ustamalari, nogironlik pensiyalari yoki bolalar nafaqalari odatda qog'oz hujjatlarga asoslanib berilar edi. Fuqarolar pensiya jamg'armasi, Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi bo'limlariga yoki mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlariga ariza bilan murojaat qilar. Kerakli qog'oz hujjatlarni, masalan, mehnat daftarchasi, tug'ilish guvohnomalari, pasport nusxalari, tibbiy xulosalar kabi hujjatlarni taqdim etardilar. Bir marta tasdiqlangandan so'ng to'lovlar ko'pincha avtomatik ravishda amalga oshirilardi. Ba'zi hollarda faqat ma'lum bir muddatdan keyin qayta ro'yxatdan o'tish yoki hujjatlarni yangilash talab qilinardi. Jarayon sekin bo'lishi mumkin edi, ammo bir marta hujjat topshirilsa, ko'p hollarda siz bu to'lovlarni uzluksiz olib turishingizga ishonch hosil qilardingiz. Lekin hozir vaziyat tubdan o'zgardi. O'zbekiston raqamli iqtisodiyotga o'tish yo'lini tanladi va bu albatta ijtimoiy sohani ham chetlab o'tmadi. Bugungi kunda hukumat ijtimoiy ta'minot tizimini raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va eng muhimi ma'lumotlar bazalarini integratsiya qilish bo'yicha ulkan ishlarni amalga oshirmoqda. Eng katta o'zgarishlardan biri bu yagona ijtimoiy himoya reyestri kabi markazlashgan raqamli tizimlarning joriy etilishi bo'ldi. Bu tizim aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari haqidagi barcha ma'lumotlarni yagona bazada jamlashga qaratilgan. Asosiy muammo shundaki, endi sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, oilaviy ahvolingiz, daromadingiz va eng muhimi sizga tegishli bo'lgan har qanday qo'shimcha to'lovlar va nafaqalar haqidagi ma'lumotlar faqatgina shu raqamli tizimda to'liq va aniq aks ettirilishi shart. Agar sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimda eskirgan bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa yoki eng yomoni umuman mavjud bo'lmasa, sizning qo'shimcha to'lovlaringiz avtomatik ravishda to'xtatiladi yoki bekor qilinadi. Qog'ozdagi hujjatlaringiz qanchalik to'g'ri bo'lmasin, agar raqamli tizimda aks etmasa, ular hech qanday kuchga ega bo'lmaydi. Bu endi shunchaki tavsiya emas, balki majburiy talabdir. Sizning ma'lumotlaringizni yangilash va ularni raqamli tizimga kiritish bo'yicha mas'uliyatning katta qismi endi fuqarolarning o'z zimmasiga yuklatilgan. Batafsil tahlil nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Keling, chuqurroq tahlil qilamiz. Siz nimalarni bilishingiz kerak? Birinchi navbatda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, masalan, pasport seriyasi va raqami, IN, JSHIR, oilaviy ahvolingiz, turmush qurganmisiz, ajrashganmisiz, farzandlaringizning tug'ilish guvohnomalari raqamlari va manzilingiz kabi asosiy ma'lumotlar davlatning barcha raqamli bazalarida bir xil bo'lishi shart. Ikkinchidan, siz oladigan har qanday qo'shimcha to'lov yoki nafaqani tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar, nogironlik guvohnomasi, tibbiy xulosalar ham raqamlashtirilgan bo'lishi yoki ularning raqamli versiyasi tizimga kiritilgan bo'lishi kerak. Eng muhimi, faol bo'ling. Raqamli tizimda ma'lumotlaringizni shunchaki tekshirib turishdan tashqari, agar biror o'zgarish bo'lsa, darhol uni yangilashingiz kerak. Passiv kutish sizga qimmat tushishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Bu savol juda muhim. De facto O'zbekistonning har bir fuqarosi o'z ma'lumotlarining raqamli tizimlarda qanchalik to'g'riligini tekshirish kerak. Ammo quyidagi guruhlar ayniqsa diqqatli bo'lishlari lozim. 1. Nafaqaxo'rlar va pensiya ustamalarini oluvchilar, ayniqsa uzoq muddatli xizmat, maxsus mehnat sharoitlari yoki har qanday boshqa sabablarga ko'ra pensiya ustamalarini oluvchilar. Ularning mehnat staji, lavozimi va pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi boshqa omillar raqamli mehnat daftarchasida agar mavjud bo'lsa, to'liq aks etganligiga ishonch hosil qilishlari shart.
eski qog'oz mehnat daftarchalaridagi ma'lumotlar raqamli tizimga kiritilmagan bo'lsa, ustama xavf ostida qolishi mumkin ekan. Nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oilalari, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini oladigan shaxslar, shuningdek nogironligi bo'lgan bolalarni parvarish qiluvchi ota-onalar, ularning nogironlik guruhi muddatlari va tibbiy xulosalari tizimda to'g'ri qayd etilganligi juda muhim. Ko'pincha nogironlikni qayta tasdiqlash muddati o'tganda yangi tizim avtomatik ravishda to'lovni to'xtatadi, agar shaxs qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa. 3. Ostirish ta'minlangan oilalar va bolalar nafaqasini oluvchilar. Ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali bolalar nafaqasi, moddiy yordam va boshqa ijtimoiy yordam turlarini oluvchi oilalar. Ularning daromadlari. Oila a'zolarining soni va manzili haqidagi ma'lumotlar muntazam ravishda yangilanib turishi kerak. Agar oila daromadlari o'zgarsa yoki oila a'zolari tarkibida o'zgarish bo'lsa, bu haqda tizimni xabardor qilish shart. 4. Asterisk maxsus sharoitlarda ishlaydigan xodimlar. Masalan, zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlik uchun qo'shimcha haq oladiganlar. Bu to'lovlar ham endilikda markazlashgan holda nazorat qilinishi mumkin. Agar sizning ish beruvchingiz bu ma'lumotlarni tegishli raqamli tizimlarga, masalan, mehnat munosabatlari tizimi kiritmagan bo'lsa, siz ham qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak yoki kamroq xavotirlanishi mumkin. Aslida hech kim to'liq xotirjam bo'lmasligi kerak. Hatto eng asosiy to'lovlar ham ma'lumotlarning to'g'riligiga bog'liq. Ammo agar sizning ma'lumotlaringiz allaqachon to'liq raqamlashtirilgan bo'lsa, masalan, siz yangi raqamli mehnat daftarchasi bilan ishlaysiz, yaqinda barcha hujjatlaringizni moy.uz orqali yangilagansiz. Yoki sizning holatingiz bir necha bor davlat xizmatlari markazlari orqali tekshirilgan bo'lsa, sizning xavotirlaringiz kamroq bo'lishi mumkin. Lekin baribir nazorat qilishni kanda qilmang. Endi esa real hayotiy misollarga o'taylik. Raqamlar bilan misol Nodira opaning yo'qotilgan ustamalari. Yo'ltin 8 yoshli Nodira opa Toshkent shahrida yashovchi nafaqaxo'r, 40 yildan ortiq pedagogik stajga ega bo'lib, shu sababli har oy pensiyasiga qo'shimcha 1,5 so'm ustama olardi. O'tgan yili uning pasportining muddati tugadi va yangi ID karta oldi. Yangi ID karta ma'lumotlari pensiya jamg'armasining tizimiga darhol avtomatik ravishda kiritilmadi. Nodira opa bu haqda o'ylamadi ham, chunki uning fikricha davlat o'zi bilishi kerak. Uning pensiya to'lovlari uzluksiz davom etdi. Lekin bir necha oydan keyin pensiya jamg'armasidan xat keldi. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda nomuvofiqlik aniqlandi. Sizning ustamalaringiz vaqtinchalik to'xtatiladi. Nodira opa bu holatdan xabar topgunga qadar 3 oy o'tib ketgan edi. U my.gov uz portaliga kirishni bilmasligi sababli mahalla xotin-qizlar faol yordamida pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Uning ma'lumotlari yangilanib, ustamalar qayta tiklandi, ammo yo'qotilgan 3 oylik 1,5 so'mdan jami 1,5 so'mni qaytarib olish uchun qo'shimcha ariza yozishi va bir necha hafta kutishi kerak bo'ldi. Asosiy pensiyasi berildi, ammo ustama 3 oyga to'xtatildi. Bu holat Nodira opaning pensiyasiga katta ta'sir ko'rsatdi. Chunki u har oy bu pulga dori-darmon sotib olar edi. Uning faraziga ko'ra davlat buni bilishi kerak edi. Ammo yangi tizim shaxsiy ma'lumotlarning dolzarbligini fuqaroning o'zidan talab qiladi. Misol 2. Dilshodning nogironlik pensiyasi. 35 yoshli Dilshod Toshkent viloyatidan tug'ma yurak kasalligi tufayli 3 guruh nogiron hisoblanadi va har oy 8 so'm nogironlik pensiyasi oladi. Har 2 yilda u tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan tam qayta ko'rikdan o'tib, nogironligini tasdiqlashi shart edi. Ilgari u shifokori orqali ro'yxatdan o'tardi va chaqirishlarni kutar edi. Yangi qoidalarga ko'ra TMga qayta ko'rikdan o'tish uchun ariza hozirda faqat my.gov uz portali orqali raqamli shaklda beriladi. Bu haqda davlat OAVlari orqali bir necha bor xabar berilgan edi, ammo Dilshod bu xabarlarga e'tibor bermadi. Uning qayta ko'rik muddati mart oyining oxirida edi. U eski tartibda chaqirishlarni kutib o'tirdi. Aprel oyida uning pensiyasi berilmadi. Pensiya jamg'armasiga borganda unga tizimda uning qayta ko'rikdan o'tmaganligi va shu sabab to'lovlar to'xtatilganligi aytildi. U darhol my.gov uz orqali ariza topshirdi. TMK xulosasi va pensiya qayta tiklanguncha 1,5 oy vaqt ketdi. Bu muddat ichida u 1,200 million so'm, 800 million so'm, Lux 400 million so'm yarim oylik puldan mahrum bo'ldi. Bu Dilshodning oilaviy byudjetiga jiddiy zarba bo'ldi. Chunki bu mablag' uning asosiy daromadi edi. Misol 3.
Xonumoyning bolalar nafaqasi. Xonumoy Namangan viloyati 3 nafar farzandi bilan yashovchi uy bekasi har oy 500 ming so'm bolalar nafaqasi olardi. Bu nafaqa oilaning kam ta'minlanganligi asosida berilar edi va ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali rasmiylashtirilgan edi. Uning turmush o'rtog'i norasmiy ishlarda ishlar edi. Lekin MFga ma'lumot berganda ularning daromadlari nafaqa olish uchun ruxsat etilgan me'yordan oshmagan edi. Joriy yildan boshlab yagona reyestr tizimi fuqarolarning daromadlari haqidagi ma'lumotlarni soliq organlarining ma'lumotlar bazasi bilan avtomatik ravishda solishtira boshladi. Xonumoyning turmush o'rtog'i vaqtincha bir korxonada rasmiy ishlashni boshladi va uning daromadi rasman oshdi. Bu haqda Xonumoy MFni xabardor qilmadi, chunki bu vaqtinchalik deb o'yladi. Tizim avtomatik ravishda ularning oilaviy daromadi bolalar nafaqasi olish uchun belgilangan chegaradan oshganini aniqladi. Natijada Xonumoyning bolalar nafaqasi to'xtatildi. U bu haqda bilganda 2 oy o'tgan edi. Ya'ni ming so'm yo'qotdi. To'lovni qayta tiklash uchun turmush o'rtog'ining ishdan bo'shaganligi yoki daromadining kamayganligini tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ib, qayta ariza topshirish kerak bo'ldi. Bu jarayon esa yana bir oydan ko'proq vaqtni oldi. Misol 4 korxonadagi xavfli mehnat sharoiti uchun ustama, qurilish materiallari ishlab chiqaradigan zavodda ishlaydigan Jamshid, changli va shovqinli sharoitda ishlaganligi uchun har oy oyligiga 300 ming so'm qo'shimcha haq olardi. Bu ustama ichki korxona buyrug'i bilan belgilanar edi. Yangi qonunchilikka ko'ra zararli va xavfli mehnat sharoitlari ro'yxatga olinishi va ishchilarning bu sharoitlarda ishlash holatlari mehnat sharoitlari monitoringining yangi raqamli tizimiga kiritilishi shart. Agar korxona bu ma'lumotlarni o'z vaqtida va to'g'ri kiritmasa, ishchi qo'shimcha ustamadan mahrum bo'ladi. Jamshidning zavodi bu yangi talablarga e'tibor bermadi va ma'lumotlarni tizimga kiritmadi. Natijada tekshiruvlar payti ushbu ustamaning asossiz berilayotganligi aniqlandi va Jamshidning bu ustamasi bekor qilindi. U bu ustamani 6 oy davomida yo'qotdi. Bu esa jami 1 million 800 ming so'mni tashkil etdi. Korxona keyinchalik ma'lumotlarni kiritgan bo'lsa ham, o'tgan davr uchun ustamani qaytarib olish imkoniyati bo'lmadi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar hech bir qoida istisnosiz bo'lmaydi. Ba'zi toifadagi fuqarolar uchun ma'lumotlarni yangilash yoki olish jarayoni biroz soddalashtirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, yolg'iz keksalar yoki og'ir kasalliklari bo'lganlar uchun maxsus yordam xizmatlari mavjud bo'lib, ular uylariga borib hujjatni rasmiylashtirishda yordam berishlari mumkin. Ammo bu ham baribir raqamli tizimga ma'lumot kiritilishini taqozo etadi. Ya'ni ular ham to'liq xotirjam bo'lmasliklari kerak. Ular uchun faqatgina jarayon biroz yengillashtirilgan bo'lishi mumkin. Tuzoqlar, pitfalls 1. Men buni bilmasdim bahonasi ish bermaydi. Davlat yangi qoidalar haqida muntazam ravishda OAV, veb-saytlar va telekanallar orqali xabar beradi. Bularni o'qib o'rganish har bir fuqaroning o'ziga bog'liq. Jaholat qonun oldida himoya emas. 2. Texnik qiyinchiliklar. Ko'pchilik yoshi kattaroq odamlarda kompyuter yoki internetdan foydalanishda qiyinchiliklar bor. Ammo bu muammo emas. Davlat xizmatlari markazlari, Xalq bankining ba'zi filiallari, hatto MFlarda ham raqamli xizmatlardan foydalanishda yordam beruvchi mutaxassislar mavjud. Ma'lumotlar nomuvofiqligi, eskirgan qog'oz hujjatlardagi ism-sharif, tug'ilgan sana yoki manzil bilan yangi raqamli ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar o'rtasida farqlar bo'lishi mumkin. Bunday holatlar to'lovlarni to'xtatishga olib keladi. Buni tuzatish uchun tegishli idoralarga murojaat qilish zarur. Masalan, tug'ilgan sanasidagi birgina raqamning noto'g'ri bo'lishi ham jiddiy muammo tug'diradi. Vositachilar va firibgarlar, ba'zi bir shaxslar yoki tashkilotlar o'zlarini tezkor yordamchi qilib ko'rsatib, ma'lumotlarni yangilash yoki to'lovlarni tiklash uchun fuqarolardan pullar talab qilishlari mumkin. Davlat xizmatlari markazlarida bu xizmatlar bepul yoki juda arzon davlat bojlari asosida ko'rsatiladi. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Noaniq nuanslar. Qayta tasdiqlash muddatlari. Ba'zi nafaqalar yoki ustamalar, masalan, nogironlik pensiyalari, kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqalar ma'lum bir muddatga beriladi va keyin qayta tasdiqlanishi kerak. Yangi tizim bu muddatlarni avtomatik ravishda nazorat qiladi. Agar siz muddatni o'tkazib yuborsangiz, to'lov darhol to'xtatiladi. Oldin sizga eslatmalar kelishi mumkin edi. Hozir esa raqamli tizimda ogohlantirishlar paydo bo'ladi. Lekin bularni o'zingiz tekshirishingiz kerak. 2. To'lovni qayta tiklashning murakkabligi.
Agar to'lov to'xtatilgan bo'lsa, uni qayta tiklash uchun nafaqat ma'lumotlarni yangilash, balki ba'zi hollarda qayta ariza topshirish, qo'shimcha hujjatlar yig'ish va hatto o'tgan davr uchun to'lanmagan mablag'larni qaytarib olish uchun alohida arizalar yozish talab qilinishi mumkin. Bu jarayon ancha murakkab va ko'p vaqt talab qilishi mumkin. 3. Turli bazalarning bog'liqligi. Sizning pasport ma'lumotlaringizning noto'g'ri bo'lishi yoki turmush holatingizning raqamli tizimda yangilanmaganligi sizning pensiyangizga, bolalar nafaqasiga yoki boshqa ijtimoiy to'lovlaringizga bilvosita ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oila tarkibidagi o'zgarishlar, nikoh, ajralish, farzandning voyaga yetishi, kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Bitta bazadagi noto'g'ri ma'lumot boshqasida muammo keltirib chiqaradi. 4. Muntazam tekshirish zarurati. Endi MyTo'qib.uz yoki boshqa tegishli davlat portallarini muntazam ravishda, hech bo'lmaganda har 3-6 oyda bir marta tekshirib turish odat tusiga kirishi kerak. Bu sizning sog'lig'ingizni tekshirish kabi, chunki bu sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Sizning qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lmasligingiz uchun quyidagi aniq qadamlarni bajaring. Qadam. Siz qanday qo'shimcha to'lovlar yoki nafaqalar olasiz? Avvalambor, siz aynan qanday qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki nafaqalar olayotganingizni aniq bilib oling. Bu ro'yxatni qog'ozga yozib qo'yishdan boshlang. Misol uchun, pensiyaga staj uchun ustama, nogironlik nafaqasi, bolalar nafaqasi, xavfli mehnat sharoiti uchun ustama va hokazo. 2 qadam. Raqamli statuslaringizni tekshiring. Eng muhim qadam bu MyTo'qib.uz portaliga kirish va o'z ma'lumotlaringizni tekshirish. Agar sizning shaxsiy kabinetingiz bo'lmasa, uni yaratishingiz kerak. Buning uchun elektron raqamli imzo talab qilinadi. Erini davlat xizmatlari markazlaridan yoki MyTo'qib.uz orqali onlayn olish mumkin. Kabinetga kirgach, mening ma'lumotlarim bo'limiga o'ting. U yerda sizning pasport ma'lumotlaringiz, JSHIR, oilaviy ahvolingiz, manzilgoyingiz kabi ma'lumotlar aks etadi. Bu ma'lumotlar sizning amaldagi hujjatlaringiz bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar farq bo'lsa, ma'lumotlarni yangilash tugmasini bosing yoki tegishli idoraga, pasport stoliga, FHDYO bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiya ma'lumotlarim bo'limini tekshiring. Agar nafaqaxo'r bo'lsangiz, u yerda sizning pensiya turi, miqdori va barcha ustamalaringiz ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Mening ijtimoiy himoya bo'limini tekshiring. Agar bolalar nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy yordam olsangiz, bu yerda yagona ijtimoiy himoya reyestrida holatingiz aks etadi. 3 qadam. Kerakli hujjatlarni yig'ing. Ma'lumotlarda nomuvofiqlik aniqlaganlar yoki tekshirish uchun barcha hujjatlar qo'lda bo'lishini istaganlar quyidagilarni yig'ishlari lozim. Pasport yoki ID karta, JSHIR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, mehnat daftarchasi, qog'oz va raqamli versiyalari agar mavjud bo'lsa, nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, farzandlaringizning tug'ilish guvohnomalari, nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy xulosa yoki guvohnoma, MFI, mahalla fuqarolar yig'inidan berilgan ma'lumotnomalar, agar kerak bo'lsa, masalan, oila tarkibi, turar joy haqida. 4 qadam qayerga borish kerak va nima qilish kerak. Agar siz raqamli texnologiyalardan foydalana olsangiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, MyTo'qib.uz portali orqali barcha ma'lumotlaringizni tekshiring va yangilang. Agar biror hujjatning raqamli versiyasi tizimda bo'lmasa, masalan, eski mehnat daftarchangiz, portal orqali uni raqamlashtirish bo'yicha ariza berishingiz mumkin. Bu eng tezkor va qulay yo'l. Yoki raqamli texnologiyalardan foydalana olmasangiz, davlat xizmatlari markazlari, DXM, respublikamizning barcha tuman va shaharlarida mavjud bo'lgan DXMlarga murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizga ma'lumotlaringizni tekshirish, MyTo'qib.uz portalida ro'yxatdan o'tish va era olishda yordam berishadi. Sizga kerakli arizalarni to'ldirishda ham ko'maklashishadi. Mahalla fuqarolar yig'ini MFI xodimlari, ko'plab MFIlarda raqamli xizmatlar bo'yicha mas'ul xodimlar mavjud. Ular sizga MyTo'qib.uz orqali ma'lumotlarni tekshirishda va to'g'rilashda yordam berishlari mumkin. Siz pensiya jamg'armasi bo'limlari. Agar sizning muammoingiz pensiya yoki ustamalarga oid bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Xalq banki filiallarida ham ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq maslahatlar va xizmatlar ko'rsatiladi. 5 qadam. Nima yozish yoki aytish kerak? Har qanday idoraga murojaat qilganingizda o'zingizning muammoingizni aniq ifodalang. Masalan,
Men ix nafaqasi yoki iyi ustamasini olaman va mening shaxsiy ma'lumotlarimning MyPodcov uz portalida to'g'ri aks etganligini tekshirmoqchiman. Agar nomuvofiqlik bo'lsa, uni to'g'rilashda yordam berishingizni so'rayman. Arizangizni topshirganingizda har doim uning qabul qilinganligi haqida kvitansiya yoki tasdiqlovchi hujjat oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda sizga yordam beradi. Xulosa va yakuniy ogohlantirish, aziz do'stlar, bugungi videomizda ko'rib o'tganimizdek, O'zbekistonda ijtimoiy ta'minot tizimi raqamli platformalarga o'tmoqda. Bu taraqqiyotning ajralmas qismi bo'lib, o'z navbatida bizdan ham ma'lum bir faollikni talab qiladi. Agar siz o'z ma'lumotlaringizning raqamli tizimlarda dolzarb va to'g'ri aks etishini ta'minlamasangiz, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va nafaqalardan mahrum bo'lishingiz muqarrar. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki amalga oshiradigan haqiqatdir. Esingizda bo'lsin, bu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizni saqlab qolish uchun kalitdir. Faol bo'ling, ma'lumotlaringizni muntazam tekshirib turing va o'z huquqlaringizni himoya qiling. Agar sizning bunga oid savollaringiz, tajribalaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki bizning yangi va foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lib turasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha